zombi bo'lib qolgandim-da. Udalit qilgandan keyin 200 nechtadir videosida deyarli ko'rishlar bo'lmagan ekanda. Salom, yaxshimisizlar? Agar siz Yevropa va USA, Amerika Qo'shma Shtatlari auditoriyasi uchun video tayyorlash va bundan YouTube monetizatsiyasi orqali daromad qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, mana bu men qilgan ishni qilishingizni tavsiya beraman. Agar men shu ishni qilmaganimda hozir daromadga chiqmagan va oyiga taxminan 17-20 million so'mdan YouTubedan pul ishlamayotgan bo'lardim. Hozir mana shu qilgan ishimni aytib beraman. Qarang, men bir vaqtning o'zida ham Instagramni ham YouTube'ni yurg'izishni xohlardim. Instagramga ko'p bog'lanib qoldim. YouTube'ga ijodkorligim, diqqatim, konsentratsiyam tushib yo'qolib ketdi. Ammo Instagramdan hech qanday daromad qilmayapman va ich-ichimda YouTube'ga bo'lgan qiziqish baribir o'z so'zini aytib turardi. Shunda bitta qarorga keldim. Instagramda ko'payib ketgan bekorchi, bemaza, faqat ko'ngilni qoraytiradigan, insonni diqqatini oladigan, xotirasini pasaytiradigan, odamni maqsadlardan chalg'itadigan video kontentlar juda ham ko'payib ketganligi uchun Instagramni telefonimdan shunchaki udalit qilmadim. Akkauntimga kirib, Instagram akkauntimni batamom o'chirib, udalit qilib tashladim. Nega aynan akkaunt? Chunki ilovani o'zini o'chirib siz maqsadingizga erishmaysiz. Qachonki ilovani yuklaganingizda akkaunt tayyor turadi. Sizning fikringizda, miyangizning ostida bitta yuklab kirib ko'r, qaytib chiqib o'chirib tashlayverasan. Balki kimdir senga muhim xabar yozgandir, balki rasmlarga kimdir like qo'ygandir, qaysidir videoingga birorta ajoyib yoqimli kommentariy yozgandir, balki biror haligi kimdandir reklama kelgandir senga, kim biladi. Balki shu bilan ishing yurishib boyib ketarsan, balki shu sabab bo'lib qolar degan, balki degan narsalar ong ostida ichidagi odamlik maratsiyasi bo'ladi-yu, ana shu narsa pichiraydi va siz yana qaytadan Instagramga kirishingizga majburlaydi. Mana shu narsalar batamom yo'q bo'lishi uchun men akkauntimni udalit qilib tashladim va Instagram ilovasini ham o'chirib tashladim. Shu bilan mana yaqinda 1 yil bo'ladi Instagramda mutlaqo yo'qman va bu meni quvontiradi. O'ylardimda Instagramdan chiqib ketsam, Instagram bu hamma narsa-yu, eng dolzarb, tezkor, yangi xabarlar, qaynoq bu ish bo'layotgan holatlarni shu yerda berib boriladi-yu, dunyodan xabarsiz qolib ketaman-ku. Shuncha internet avj olgan, ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, hamma Instagramda yurgan paytda zamonda orqada qolganga o'xshab Instagram udalib qilib tashlab YouTube'da yuramanmi deb o'ylamadim-da. Men yaxshi tushunardim, что Instagram уже kiradigan tarafga qarab kirib ketyapti, ya'ni pastga qarab. Biz uchun-da, ya'ni qadriyatli insonlar uchun, maqsadi bor insonlar uchun. Va o'chirib tashladim, butun diqqat e'tiborimni YouTube'ga qaratdim. O'zimga maqsad qo'ydim. 100 ta video, long video qo'yaman, hech narsaga qaramayman. Kommentariyaga ham, ko'rishlar soniga ham, umuman kanalim rivojlanyaptimi, yo'qmi, analitikaga umuman qaramayman. 100 ta video long formatda tartib bilan qo'yib boraman, bo'ldi. Shu 100 ta video menga natija bersa berdi, bermaydigan bo'lsa tamom, YouTube'dan akkaunt sifatida chiqib ketaman, faqat tomoshabin sifatida kirib turishim mumkin xolos deb o'zimga va'da berdim. Chunki deyarli 9 yildan beri miyamga tushgan qurt meni adoyi tamom qilayotgandi. Sen YouTuber bo'la olmading, hali ham daromad keltira olmading, hali ham yaxshiroq kontent qila olmading degan narsa meni qiynardi. Oxiri to'ydim dedimda, shunaqa o'zimga maqsad qo'ydim, qattiq o'zimga gapirdim, что 100 ta kontent va natija, 100 ta kontent va yo'q natija. Mana shu ikkitasidan bittasi bo'lishi kerak edi. Agar yo'q bo'lganda, hozir bu videoni ko'rmayotgan bo'lardingiz. Ya'ni 100 ta kontentga yetib bormasimdan turib, menda zo'r natijalar bo'lib ketdi. Qanday qilib? Bu shunchalik osonmi? Yo'q. Bu maqsadimga, ya'ni 100 ta video qilaman tamom degan joyga kelgunimcha men oxirgi davrlarda YouTube'ni miridan sirigacha o'rganishga harakat qildim. Qanday qilib desangiz, YouTube'ni YouTube degan so'zidan boshlab, algoritmni, tahlil, analiz, qachon qanaqa, YouTube'ning ichida psixologiya degan joyi bor-da. YouTube algoritmi degan narsa boshqa, YouTube psixologiyasi ana bu algoritmni tagida turadi. Ana shu YouTube psixologiyasi degan tushuncha algoritmlarni shakllantirilishida ishlatiladi. Sizga hamma algoritm deydi. Ya'ni bu xatti-harakatlarni tartibli ketma-ketligi. Uni kim nimaga asoslantirib tartiblaydi? Mana shu YouTube'ning psixologiyasi, ya'ni ong osti. YouTube'ning ong osti desak ham to'g'ri bo'ladi. Endi bu o'xshatish, YouTube'da ong bo'lmaydi, ong osti umuman bo'lmaydi. Bu insonga xos tushunchalar. Endi sizga tushunarliroq bo'lishi uchun. Ya'ni buni kimlar boshqaradi? Buni oddiy til bilan aytganda auditoriya boshqaradi. YouTube'ning tomoshabinlari boshqaradi.
YouTuberlar ham emas, YouTubening tomoshabinlari. Chunki tomoshabinlar bu katta lidlar, ya'ni klientlar, mijozlar, sotib olish qobiliyatiga ega bo'lgan katta mijozlar. Har bir kishi sotib olish qobiliyati, qiymati har xil bo'lishi mumkin, 1 sentdan $1000, lekin baribir hamma xaridor. YouTube'dagi tomoshabin xaridor. Ya'ni YouTube reklamalar, mahsulotlar reklamasini videolar orasiga chiqaradi yoki videoning o'zida bo'ladi va tomosha qilayotgan odam ana shunga xaridor bo'ladi, natijada sotib oladi va pul bo'ladi, pul aylanmasi bo'ladi. Mana shuni hisobdan YouTube butun blogerlarni ham, o'zini ham, platformasini hammasini ta'minlab boshqaradi. Xullas, mana shu, ya'ni nimaga asoslangan? Tomoshabinlarning xulq-atvori, tomoshabinlarning qiziqishiga asoslangan bo'ladi. Umuman olib qaraganda, tomoshabinlarning psixologiyasi, YouTube'ga bo'lgan reaksiyasi bu YouTube psixologiyasi deyiladi. Endi mana shu narsalarni ham o'rgandim. Tagigacha kirib, izchil harakat qildim, o'qidim, o'rgandim va bo'ldi. Endi ijodni boshlayman degan joyimda, ya'ni bu joygacha telefonda kameralar olish, ovoz operatorligi, video operatorlik, umuman YouTube'ga to'g'ri yondashuv hammasini o'rganib chiqdim va ijodni shu boshladim. O'sha yuqorida aytgan 100 ta video yoki ha yoki yo'q degan narsani oldimga qat'iy qo'ydim. Instagram ito udalit qilib tashalgan, unga chalg'ish yo'q. Instagramni udalit qilganimdagi holatda aytib beray sizlarga alohida. Instagram o'chirdim. Instagram udalit qilgandan keyin mana shuncha vaqt qoldi-da. Katta, allaqancha vaqt. Ovqatlansam Instagram ko'radigan bo'lib qolgandim. Ovqat yeyman, Instagram ko'raman. Bolalarim u yoqda o'zi bilan o'zim qolgan Instagram. Zombi bo'lib qolgandim-da. Endi ozgina ko'pirtiryapman. Nazorat qila olardimmi? Uni 70% Instagramga berilib ketgandim. YouTube'da kontentlarga g'oyalar qolmagandi. Ya'ni miya Instagram bo'lib qolgandi. Qisqa 3 minut maksimum, 1 sekund, ya'ni 1 minut mana shunaqa videolar ko'raverib, miya axlatga to'ldi. Instagram o'chirdim, miya och qolyapti. Ochligidan boshqa informatsiyalar bilan to'lg'izyapman. O'qiyapman, ma'lumotlar o'qiyapman, yangiliklar o'qiyapman, miyaga zo'r kiryapti. Instagramdan qutuldim. Instagramni maniyadan qanday qutuldim? Instagramni yomon ko'rib qutuldim. Ya'ni mazza edi, ozgina yesam bo'lar deb turib qoldirsangiz, ichingizda xohish qoladi-ku, ya'ni yegulikka nisbatan. Xolodilnikdan ham bir olib qo'yasiz. Lekin o'sha yegulikni organizmingizga zararini buni aqlan tushunib yetsangiz, ong ostiga yetkazib borsangiz, bu shirinligi yegandan keyin qonimda shakar ko'payib ketadi. Menda lanjlik paydo bo'ladi. Insulin oshadi, lanjlik paydo bo'ladi, lohaslik, uyqum buzilishi, qon aylanishi buzilishi, gormonlarning balanslari buzilishi bo'ladi. Butun menga bu yoqimsizlik keltirar ekan, noqulaylik keltirar ekan. Yemadim mana shirinligi. Bo'ldi, to'ydim, ko'nglim qoldi bu shirinlikdan degan tushuncha, ya'ni aql bilan yondashuv bo'lsa, ana shunda u shirinlikni yeb qo'ymaysiz. Instagramda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Men uni zararini to'liq tushunib, aqlimga sig'dirdim va qabul qildim. Shu bilan Instagramni maniyadan qutuldim. Ijod qilishni boshladim. O'sha 100 taga ahd qilganman. Natija bo'lsa bo'lmasa bitta ko'rish bo'lsa ham, 0 bo'lsa ham men 100 ta qo'yaman video dedim. Chunki bitta videoda katta YouTuber chet ellik italiyalik edi adashmasam. Shuni mana shunaqa solo podkastida eshitdim. 200 nechtadir videosida deyarli ko'rishlar bo'lmagan ekanda. Hozir uni 4,5 million auditoriyasi bor. 4,5 million auditoriya bu katta narsa, bitta katta shahar degani-da. Shahar aholisi, megapolis, ves degani. Tushundim, что bu darajaga erishguncha 200 tadan oshiq videosi ko'rishlar olmagan bo'lsa, men mayli bunchalik kuchlik, sterjinlik irodali emasdirman. Keyin 100 ta qo'yaman, 100 tada taslim bo'laman dedim. Unga o'xshab 200 tadan oshiq bo'lsa ham qo'yaverishga ahd qilmadim. 100 ta qo'yaman, tanimsiz va bir xil ma'ron bilan qo'yaman. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q dedim. Va o'shani boshladim. Taxminan 30-videolarimda men уже monetizatsiya dedim. Ya'ni bu joyda nima bo'lyapti? Qat'iy prinsip, diqqatni faqat shu yo'nalishga qaratish, befoyda diqqatni buzadigan narsalardan voz kechish. Instagram, TikTok. Endi yana bitta tomon bor. Agar siz ChatGPTdan yo Geminidan so'raydigan bo'lsangiz, Claude farqi yo'q. U aytadi. YouTuber boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham YouTube'dagi videolardan parchalar yasab unga joylab va YouTube silkasini o'sha joyga joylab qo'ysa, ya'ni aytsaki, mana bu parchadan ko'ring, qiziq bo'lgan, shuni katta formatda YouTube'da turibdi, mana linki, shunga bosib kiring deb qo'ysang, YouTube'ingga odam ko'payadi deydi. Mantiqan to'g'ri, lekin siz va biz O'zbekistonda yashayotganligimiz va O'zbekistondan o'zbek auditoriyasi ko'rganda daromadlar juda ham past bo'lganligi uchun va biz siz bilan faqat Yevropa va Amerika auditoriyasi uchun video tayyorlayotganligimiz uchun biz Instagram, TikToklarga linklarni qo'yishimiz xavfli, chunki ular o'zbek auditoriyasini olib kirib qo'yishi mumkin. Endi bir joyi bor. Siz Instagramni inglizcha yurg'izsangiz, TikTokni ham ingliz auditoriyasiga yurg'izsangiz, haqiqatan auditoriyangiz to'laqonligicha
Yevropa, Amerika, xullas shu taraflar bo'lsa, YouTube'ingizga mos bo'lsa, ha, shunda bo'ladi. Lekin unda ham Instagram yoki TikTokni o'sha yo'nalishda amerikacha qilib yoki yevropacha qilib yurg'izish kerak. Unga ham bir konsentratsiya bo'ladi. U ham menimcha alohida bir jamoani talab qiladi, chunki unga ham kontent qilish, boshqa qilish bu YouTube'dan ozgina baribir diqqatni chopib u yoqqa olish deganida. Chunki odamda 100% bo'lsa, effektivnost ma'lum bir qism olgandan keyin YouTube'da oz qoladi. Xohlaysizmi yo'qmi, bu matematika. YouTube'da o'zi auditoriya yetarli. Juda ko'p. YouTube'ni o'zida zo'r ijod qiling. Siz TikTokdan, Instagramdan odam olib kirishingiz shart emas. Amerikaning aholisida ham statistika bo'yicha Instagram ancha past o'rinlarda turadi. Birinchi Facebook, keyin YouTube turar ekanda, ko'p foydalanish bo'yicha. Instagramdan olib kiraman, TikTokdan olib kiraman, u yoqqa ham videolarimni qo'yaman, harna. Ana shu narsa zarar beradi meni fikrimcha. Endi bu hammasi mening shaxsiy fikrim va o'zimni amaliyotimdan kelib chiqqan va shakllangan fikrlar, xulosalar. Shundoq ekan, men sizlarga harakat qildim mana shu narsani yetkazib qo'yishga. Mana bu ham sizga tekin dars. Lekin bularni tartib bilan birin-ketin bir oy davomida tushuntirib boradigan jonli efir kursimiz bor. Mana shu video описаниесida, ya'ni shu videoning tagida, tasniflar qismida o'sha Telegram kanalimizning havolasini, linkini, ssilkasini tashlab qo'yaman. O'zi qo'yib qo'ydim. O'sha kanalga kirish uchun so'rov berasiz. Ya'ni shunchaki kirib keta olmaysiz. Men uni yoqdan qabul qilaman, sizni ko'rib u yerda biz 1-sentyabr kechki payt 19:00 gacha to'lovlarni qabul qilamiz va to'lov qabul qilganimizdan keyin o'sha 1-sentyabr kuni kechqurun birinchi darsimizni Xudo xohlasa boshlaymiz. Shungacha ulgurib qoling, agar siz ham imkon qadar tezroq vaqtdan YouTube'ni yaxshilab tag-tugigacha o'rganishga qiziqishingiz va xohishingiz bo'ladigan va imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, bir oylik darsimiz siz uchun 900 ming so'm qilib qo'ydik. Marhamat qilinglar va darslardan bahramand bo'linglar. Agar darsga pulingiz bo'lmasa, u yoqqa silka tashab, ya'ni so'rov tashab yurmang. Shu kanalimdagi videolarimni birin-ketin ko'rib, o'sha joylarni, muhim joylarni yozib daftarga olsangiz, sizda tayyor YouTube'ni qanday yo'naltirish kerak bo'lgan, qanday qilib muvaffaqiyatli YouTube kanal ochish mumkin, qo'llanma sizda paydo bo'lib qoladi. Hammasini bepulga, hammasini ochiq oydin gapirib berganman. Faqat uni tartibsizroq gapirganman, chunki jonli efirlarda, alohida videolarda qilganman. Uni o'zingiz tartiblab olishingiz kerak. Yo'q, menga yana boshidan noldan tartib bilan o'rganishim kerak desangiz, pulli kursimiz bor, albatta kiring va u yerda ham natija oladigan darajada sizga bor bilimlarimni berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.